It's giving millions and millions of Uyghur people the concentration camp. It's one of the most massive crime against Ama ben de ama demeni the post-Chinese regime is ethnic cleansing. It's religious cleansing. Baxtiyor aka ovoz o'chirtanga qapmay. It's the effort of totalitarian regime to establish full control over the lives and Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum dunyoning ayrim joylaridagi aziz sharq turklar qarindoshlar. Navbatda sizlarga Amerikaning Nyu-York shahrida ilib borilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Alice Weasel fondi jamiyati va Uyg'ur inson haqlari qurilishiningki hamkorligida ilib borilayotgan is very dangerous for Uyghurs themselves, but it's also very dangerous. Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni tema qilgan xalqaro yig'inninki naq maydonini taqdim ve bu jarayonda bu yig'inninki umumiy boshlanish qismini sizlarga Uyg'urcha taqdimga tirishimiz. Diqqatingizga ko'p rahmat. My name is Soraya Dean. Before we proceed, I have a question for Nivi. Have you noticed that? So we are incredibly grateful. Ettiganlıkla hayırlı olsun köpçülük. Welcome each and every one of you. Bayam Natan Şaranski efendimninki bizge bütün dünyaya kılgan naydı güçlük sözü. Benim ismim Soraya Dean Khan. Ben faaliyet başlaştım burun. Şular köpçükün sonra bir soğuk soğum ki vardı. Sizlerden bugün New York'taki şunda aldıraş küllerinde, vaxtlarda bir yerde sizlerden birlik bağlılık için köpten konuşayım. Dünya Uyghur Kurultayı ve Uyghur İnsan Hakları Kuruluşları birlikte ilip bir vakan Alice Weasel fondi cemiyetininki teşkil edilip bir vakan bu kölümün fevkalade çoğun boğan faaliyette bir yerde sözleşmesi iyi bağlılık için köpten köp rahmet. Bu sözlerini kıvatkan muşu dakikalarda Uygurlarning ana vatani Sharq Turkistonda 1 milyondan artıq Uygurlar ceza lagerlarida azap çekmekte ve mecburi emgekke duçar bulmakta. Ben özüm bir Müslüman ayal boluş süpütü bilen dünyadan bir köp kısım yerlerinde Müslümanlığa karşı ahvollarga uchragan vaqtimda u yerda meni qanchalik bir azoblanganligimni his qila olgan ham his qilgan va bu yerda Xitoy hokimiyatiniki Uyg'urlar qilayotgan diniy bisimlarini men bu yerda his qila olaman deya olmayman. Biz dünyanın her qaysi yerlerinde bir kısım dinge e'tiqod qilgan jamoatchilikninki yana bir kısım dinge e'tiqod qilgan jamoatchiliklar bo'lgan kamsitishini hamma yerda ko'ra olamiz. Jumladan dinge e'tiqod qilmagan amma bilan dinge e'tiqod qilmagan alloh o'rtasida kamsitishninki dunyoning har qaysi joyida, hattoki Amerikaga o'xshash taraqqiy topgan davlatlarda, universitetlarda bo'lganligiga shohid bo'lyapmiz. Ve bununki insonga nihoyatda azob soladigan bir ahvol ekanligiga biz shohid bo'lamiz. Muşu yig'inga qatnashish jarayonida ko'pchilikninki bu yig'inni har qaysi dinlar orasidagi o'zaro tunishni cho'nqurlashtirish, insonparvarlik va insonparvarlik mehr-muhabbatninki cho'nqurish uchun bir muhim bir
vosita deb tushunishni umid qilaman va shu orqali yig'inda o'tirgan har qaysilarniki boshqa dinlardan bo'lgan do'stlar bilan do'stlashishni va shu orqali o'zaro chunqur tushunishni cho'nqurlashishni men samimiy umid qilaman. Alice Weasel Fondi jamiyati dunyoning har qaysi joylaridagi mana insoniyatninki dunyoning nerede bo'lsin qat'iy nazar insonparvarlikka qarshi jinoyat, insonparvarlikka qarshi faoliyatlar yurgan vaqtda sukut qilmaganligiga biz shohid bo'ldik. Chunki hammamizningki e'tiqodida shu narsa ochiq. Inson mayli u dunyoning qaysi tarafida bo'lsin, qaysi irqqa mas'ul bo'lsin, o insandek yashash haqqiga ega. Bir insonninki yana bir insonni uniki irqi, diniy va boshqa sabablardan kamsizlikka uchratgan haqqi yo'q. Buni hammamizningki dillari buni qattiq cheklaydi. Alice xuddi Yahudilarninki haq huquqlari qanday qo'llanishga zarur bo'lgan bo'lsa, musulmonlarninki va xristianlarninki diniy e'tiqodga ommaninki haq huquqlari shunday qo'llanishi kerak. Ben bir yerde bizningki bir yerde bütün dünyadaki diniy kemsitish ve irqiy qirg'inchiliklarga qolgan kurashimiz nihoyatda cho'ng bir kurash. Bu xuddi David bilan Goriyaninki nimasiga o'xshaydi. Xuddi o'zi David garchi o'zi kichik bo'lsa-mu, lekin u yerda Allohninki, Xudoninki yordami bilan o'zining nihoyatda kuchli bo'lgan dushmanni g'olib qilishga muvaffaq bo'lgan. Men bu fursatda mushu rivoyatni sizlarning esinlarga silish orqali bu kurashlarimizningki ulug' bir kurash ekanligini biz davomlashgan vaqtimizda bu yerda cho'ng natijaga erishganligimizni men bu yerda eskartib o'tmoqchi. Ben yukarıda Alisher Weasel efendimizin söz teklif qilmoqchi, shu fondi jamiyatininki qurg'uvchisi va uningga varis Assalomu alaykum, hurmatli ko'pchilik. Hammanglarning chorshanba kunligingiz xayrli bo'lsin. Ben jiq vaqtimni olmayman, 15 minutlik vaqtimni olaman. Bu yerda 3 hikoyani sizga so'zlab bermoqchi. Men bir 16 yaş vaktim idi. Dadam bilen bir söhbet bilen esim şunda esimde var. Dadam menden Alice Weasel'ga vakalat qilgan bir naqshini tanlash to'g'riliq bir suhbatlashgan edik. Onun içindeki bir ben bir yerde şunda bir nakşını tanığa edik. Bu yerde bir insanınki özününki naiti özününki hak hukuklardan mahrum kılıp jiroq yerlardan o'ziga bir umid chiroqlarini izlayotgan bir kishiningki naqshlari edi. Men uni ajoyib yaxshi aytolmadim, ammo bu shundoq menga ta'sir qilgan bir naqsh edi. Yana bir naqshi bo'lsa, ikkinchi naqshi bo'lsa, Amerika prezidentininki Germaniyadagi Ikkinchi dunyo urushi vaqtida qazo bo'lgan Amerika askarlariniki
shu yerdagi xalqlarni azob qilish uchun nasiy jinoyatchilarni yo'qotish uchun oyatni taqdim qilgan Amerika askarlariga uchun gul qo'yayotgan vaqtidagi tasavvurlarini tasvirlagan shunday bir naqsha edi. Üçüncü bir naqşı olsa, ben ömrümde hiç anlap bakmagan bir naqşı edi. O Uygurların naqşısı, Rahime Hanım aytgan bir naqşı edi. Ben unda bir naqşını hiçbir zaman anlap bakmagan burun. O naqşıda ümitni davamlı yaşashni erkinlikka ve erkinlikka bo'lgan intilishni tasvirlagan shunday bir naqsh edi. Bu naqsha mening qalbimga pek ta'sir qilgan. Bu konferans boshlanishdan bir qancha oy burun men shu Uyg'urlar haqida va Uyg'urlarning qabohatlik nimasi haqida men bir qancha kitoblarni o'qidim. Ben onundan nihayet çonkur bir hissiyat duygularını hasıl kıldım. Ularning ichida, o kitoblarning ichidagi bir qisqa bir hikoyalar bor. Gerçi o hikoyalar pek qisqa bo'lsa-mu, ama o insoniyatga shu bo'layotgan ishninki nimasini ta'sirlab birdiganga yetib oshadi. Who were subjected to that first of all human sins, jealousy, for the things that these people were accomplishing. And it's a story of two people who were persecuted mercilessly for those traditions and values, where their very existence was in doubt. And through the acts of the storytellers and writers and scribes, these two tribes found each other. Through the work of translators, their stories and histories became available to each other. And as they got to know each other, bu ikki kishininki o'zininki an'anaviy qimmat ko'z qarashi va milliy an'analariga ega chiqqanlik uchun ularniki qanchalik azob oqibatlarga yo'liqqanligini tasvirlab bergan hikoya edi. and perhaps most importantly, they shared their hope. That is my vision today for what the Jewish Ben bularninki gerçi birbirlerine hiç qandaq bir yer yaşamagan, neyle til ve başka cihetini hiç qandaq bir bağlılığı bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin bularninki uchragan azap oqibatlari ve keşmişleri, gerçi ularninki başka irqdan, başka memleketden bo'lsa-mu, bu yerda ularninki bir yerga ekildigan bir noktalar edi. Naq şu Uyg'ur xalqi bilan Yahudi xalqininki keşmişleri ve ularni ko'chirgan azap oqibatlari mana bu ikki xalqninki taqdirlash ekanligini ko'rsatib turdi deb deyalayman. Alişevizli efendim köp rahmet. Bugunki bizdinki biz bu yerga faqatlam bu yerga kelgan mehmonlar hargizmi bu yerga faqatlam yig'in qatnashuvchilar kelmadi deb o'ylayman. Ularning hammasi bu yerda bu konferans qatnashish orqali o'zininki Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan diqqat e'tiborini uni to'xtatish uchun jasorati borligini ve onu to'xtatish uchun o'zining bir kishilik kasbini qo'shish uchun kelgan. Sizlarninki o'shada ekran orqali va shu yig'in maydonida qatnashgan barliq mehmonlarga ko'p rahmat. Bugungi yig'inimizga yana nihoyat qimmatli mehmonlarimiz qatnashdi. Bularning ichidagi birisi Dünya Uyg'ur qurultayining raisi, uni Xitoy hakimiyetini uzun mezgil terrorizm bilen qarşılaplab şu orqali Uyg'ur meselesini bütün dünyaya yirginishlik ko'rsatishga qo'ygan. O 2006 yılı Germaniyaniki fuqarosi bo'lgan ve uzun mezgil Uyg'ur xalqining
oqibatini dunyoga anglatish va erkinlikni qo'lga keltirish uchun izchil tizim ko'rsatmoqda. Today we stand witness to Assalomu alaykum. Dunyoning hamma joylarida bizni onlayn bilan internet bilan ko'rayotgan vatandoshlarim, genocide against the Uyghurs Örüm- and the other people. Etdiyanlıqlar xeyirlik olsun. Bu yığın meydanında ve tor arkalık bizni kütüvatkan, közlüvatkan barlıq qeyindaşlarım. Bugün Unwavering solidarity biz insaniyetninki mahiyetiga is newly launched Congressional Uyghur insaniyetga qarşı insaniyetga qarşı cinayetler elib birivatkan Şərq Türkistandaki pessimist insaniyetninki mahiyetiga insaniyetga qarşı cinayetler elib birivatkan bir facialik vaqaniki guvohchisi bo'lib turibmiz. Şərq Türkistandagi navbatda Xitoy hokimiyati Şərq Türkistandagi Uyg'ur xalqiga tarixda ko'rilmagan darajada bir irqiy qirg'inchilik elib birivatdi. Biz bugun bu yerda mutlaq til so'zligida bo'lmagan darajadagi vahshiyliklar oldi yanlam tavranmay o'zaro ittifoqlashib bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun bu yerga keldik. Bugun plus men bugungi bu yig'inga have recognized bugungi bu faoliyatning oldida Amerika parlamentida muhim faoliyatlar bo'lib o'tdi. Jumladan Amerika parlamentida dunyo Uyg'urlarni qo'llash guruhi shakllandi. Bu dunyodagi 8-ci Uyg'ur do'stlik guruhiga aylandi. Men bu munosabat bilan bu guruhninki mas'ul bo'lgan Simis apadimga chindan rahmatimni iltiraman. Yaqinqi yillardan buyon biz dunyoning har qaysi joyidagi hamkorlashuvchilarimiz, do'stlarimiz bilan Uyg'ur masalasida, Uyg'ur qirg'inchilik ustidan dunyoga so'nishga harakat qilib keldik. Navbatda 10 dan ortiq parlament, jumladan Amerika Kongressi va Amerika hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildi. body and special Shundaqla Uyg'ur mecburi emgekini, Uyg'ur qul emgekining oldini olish uchun va u yerda Uyg'ur mecburi emgek bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni jumladan Amerika bozoriga kirishni cheklash uchun Amerika dunyoda tunji bo'lib maxsus qonunlarni e'tiqodi. Biz bu qilayotgan xizmatlarimiz va do'stlarimizning ko'rsatgan tirishchiliklari bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni va Uyg'ur masalasini dunyoga anglitishda jiq zo'r taraqqiyotlarga shohid bo'ldik. Jumladan dunyo Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 50 dan ortiq davlat Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni aybladi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inson haqlari baş dokladçısımı məxsus bu haqda doklad e'lon qilib Xitoy hokimiyatininki Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib borayotganligini dunyoga bildirdi. Bu shu jarayonda yuqorqi ismi tilg'inib o'tgan lager shoirlariga o'xshash qahramon xalqimizningki o'zini uchrayotgan nurg'unlagan besimlar va nurg'unlagan besimlarga qaramasdan o'z xalqiningki dardini anglatish uchun nihoyat zo'r to'hfa qo'shdi. Men bu fursat orqali bu qimmatlik botur lager shoirlarimizga rahmatimni iltiraman. Növbətdə Xitay hakimiyyəti insan haqlarını Uyğurlarga qarta irqiy qirg'inchilik etmişdən to'xtatmasdan belkini Şərq Türkistanın bir qul əmgəkninki bazasiga aylantirib qo'ydi. Şərq Türkistan dunyodagi 25%ga yaqin bütün dünyanın 25%ga yaqin paxtasi Şərq Türkistandan chiqadi. Shundan qarab Xitoy Xitoy hokimiyatining Şərq Türkistan elib borayotgan irqiy majburiy emgakininki bütün dunyoga jiq ta'sir ko'rsatganligini ashdan qarab aytsak bo'ldi. Bu bizning diqqatimizni talab qilgan, diqqat berishimizni talab qilgan muhim masala. Mayli bu adolat nuqtasidan, din nuqtasidan yoki vijdon nuqtasidan ilib boqqan vaqtda hargiz sukut qilingan bir nuqta emas. Biz their young energy and dedication is
commendable. Ama adaletni yakka hareketler bilen amalga oshirib bo'lmaydi. O din, millat ve arx ko'rinishi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar barliq insonparvarlikni o'ziga qabulnoma qilgan, insonparvarlikni, insoniyatni va insonparvarlikni so'yadigan barliq kishilar birlikda hamkorlashish bilan o'tirib qilgan bir cho'ng bir qonuniyat. Men bu yerda nurg'ulg'an yoshlarniki shu Uyg'ur inson haqlarini qo'llash faoliyatlariga aktiv qatnashib Uyg'ur xalqining huquqlarini qo'llash uchun bu yerda nurg'un yoshlarniki xizmat qilayotganligini va ko'p qo'shib ko'rib nihoyatda kelgusiga bo'lgan umidim ochdi va bundan nihoyatda xush bo'ldim. Jumladan buning ichida bizningki dunyo qurultayiniki xalq advokasiya bizningki faxrlik xizmatchimiz Zumrat Hanım'ın muşlarının arasında bazı bir qancha kun oldida Gollandiyada yapılan Roosevelt Fondi Cemiyeti'ninki erkinlik mukofotiga erishdi. Bu bizningki qilgan xizmatimizga bo'lgan bir e'tirof va jumladan bizlarga bo'lgan cho'ng bir sharaf. Men mush fursat orqali Zumrat Hanımga bo'lgan hurmatimni va tabrikimni bir qitim bildiraman. I'm grateful for the Elie Wiesel Foundation for its support and the solidarity in the time. Kelgusi bir qancha kunda, lekin ammo bu bizningki xizmatlarimizdagi muhim natijalarniki birisi biz faqat ittifoqlashgan vaqtlarimizdan bizning ittifoqlashishimiz bu insoniyatga qarshi irqiy qirg'inlik to'xtatishimiz faqat axloqiy majburiyatlarimiz emas, balki bu strategik bir ehtiyoj. Biz birlikda ittifoqlash orqali bugungi yeniroqdagi bu faoliyatlarimiz orqali bizningki butun dunyodagi inson haqlarini qo'llaydigan inson qirg'inchiligiga ko'z yummaydigan kishilarningki ittifoqlashganligini orqali Xitoyga muhim bir signal qilmoqchi. Men bu faoliyatni bu yerga muvaffaq qilgan jumladan Elie Wiesel Fondi Cemiyeti, Uyghur insan hakları kuruluşu ve onu şu faaliyetini bugünkü şu ro'yobga chiqishga kuch chiqargan barliq xizmatdoshlarım ve bizni qo'llagan barliq arboblarga cheksiz rahmatimni bildiraman. Elie Wiesel Nobel mukofotiga erishgan bir muhim arbob bo'lib sifatida o'zininki insanlar dünyanın qanday yerda bo'lishidan nazar insoniyatga qarshi jinoyat bo'lgan onunga o'zini sukut qilmayotganligini degan biz onunki sukut qilmaganligiga shohid bo'ldik. Biz Elie Wiesel efendimga ve onun ruhiga teşekkürlerimizni bildiramiz. Biz çoğum Elie Wiesel efendimninki şu erkinlikka, insoniyat, insonparvarlik ruhiga varis bo'lishimiz kerak. Hammalarga ko'p rahmat. Yes, she and I took a class at Harvard with Professor Marshall Gans on community organizing, and she quickly found me a resource. 4 kun oldida men bir faoliyatga taklif qilingan edim. She was sharing how she couldn't Bu faoliyatda menga attend her father's funeral, couldn't even acknowledge her father's funeral because the Chinese Communist Party had confiscated the phones of her parents and she had no menden bir yaqin bir do'stim Harvardda birga o'qigan do'stim menda bu yerda o Uyg'urlar haqida Uyg'urlarni bilamsan degandek It's happening because the world we are living in, 50% of the people who have nothing to say and who are evil are speaking up and doing things, and 50% of us who have so much to say and do, we are not speaking loud enough. So this conference made a reminder that when we Meniki yaqin do'stim Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi shundoq bir qayg'uli bir hikoyani dapaga aytdi. Mush 21-asrda butun dunyoda internet taraqqan insonlar bir-birlariga aloqa qilgan bir vaqtda o'zininki Uyg'urlarningki o'zininki ota-onalarining hayot yoki emasligini bilmagan darajada hatto ayollari ota-onalari o'lib ketgan bo'lsa ularningki bir xabarlashiga borolmagan darajada dunyoning hech qanday yerda ko'ranmagan shunday bir vahshiy bir holatga kelganligini ben tunjiqtim anlagan vaqtimda ajoyib hayron qolgan edim. Ammo lekin bu reallik
men bu yerda Uyg'urlarningki ovozini shunda qiyin sharoitlarda turibmi butun dunyoga anglitishga kuch chiqarayotgan barliq faoliyatchilarga o'zimning hurmatimni bildiraman. Men o'zim Sri Lankalik, men Sri Lankadan kelgan bir faoliyatchi. Xitoy hokimiyati Our hands, our head and our heart, we need to use all of that today. Xitoy hokimiyati meningki vatanimda nihoyatda kallasini jub haqlarniki. Mayli Uyg'ur masalasi bo'lsin, mayli Xitoyga bo'lgan tushunchada bo'lsin, nihoyatda jiq xato tushunchalarni barpo qilgan. Lekin men bu ashdan ta'siriga uchragandim dastlabda, lekin keyin dunyoda har qaysi joylarda shu ko'rganlarim tushunmadim Tayvanda bo'lgan sergilashtirim orqali bu Xitoy hokimiyatiniki insoniyatga qanchalik bir cho'ng bir baloyi afat akildigan bir kuch ekanligini cho'nqur his qilib kelgan edim. Bu meniki o'zimniki kichik bir tuyg'ularni sizlardan o'rtoqlashdim. Men bu fursatda bu bizningki faoliyatimizga Uyg'ur Amerika birlashmasininki raisi Ömer Qanat efendim qatnashdi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishiningki raisi Ömer Qanat efendim qatnashdi. Men bu yerda bu fursat orqali Ömer efendimniki bizga ikki g'iz ichilish munosabatida so'zlab berishni taklif qilaman. We Muslims have just celebrated. Assalomu alaykum. We say, Ettiganlıkına hayırlık olsun. concluding a Uyghur kişilik hukuk türü Dünya Uyghur Kurultayı ve Eli Vezir our Christian friends Fondu cemiyetle birlikte bu dinler ara yığılış, dinler ara Uyghur ırkı kırgıcı toktuşuş yolu da dinler ara hamkorlashish faoliyatini da birga bo'lganligim uchun nihoyat sharaf his qilaman. Biz bir qancha kundan oldinda Ro'za Hayitni tabrikladik. Bu Ro'za Hayit bizning dinimizda diniy tushunchalarimiz bo'yicha insonlarniki Alloh yo'lida o'zininki nafs havo havaslari ustidan g'olib kelishni g'oya qilgan bir ibodat shakli. Biz buni tabrikladik. Xristian do'stlarimiz bo'lsa Pasxa bayramını tebrikledi. Bu hayatninki ölüm üstüne galip kelganligini tebrikleşini g'oya qilgan bir diniy bayram edi. Yahudi do'stlarimiz bo'lsa o'zininki avlod Yahudi do'stlarimiz bo'lsa avlod davomli chiqqan qulluqdan qutulganligini ifodalaydigan bu Pasxa bayram temidi. Bizningki navbatda bizning kalendarimizda bu bahar fasli insoniyatga umid bag'ishlaydigan bir mezgil. Biz mushunda bir paytda New Yorkda bir yerga jam bo'lib qolganligimiz nihoyat bir qutlug' bir ish. Bu bizga jiq umid bag'ishlaydi. Biz bu yerda xuddi bahar faslida bütün hayatlık hareketine başlandık bizim bir yerde hareketimizi daha bir küçültüşümüz gerek. Muştaq özündeki yeni idealleri bilen muştaq faaliyetlerini ro'yobga chiqish uchun yeni ideallerini bergan bütün tashkilotli kishilar ko'p rahmat. Xitoy hokimiyati o'zininki soqchilari va bostirish qurollari bilan Uyg'ur xalqininki erkinlik bo'lgan kunimizni hargiz o'ltiramaydi. Eli Vezir Fondu Cemiyeti bilan hamkorlashish biz uchun nihoyat cho'ng sharaf. Eli Vezir 1986 yıldan 86 Nobel mükafatına erişken onunki en çok ufuklarınınki birisi şu Bosniya'da elip bilgam insaniyet karşı cinayetini to'xtatish uchun yapılgan nihoyatda muhim bir köprüsü bo'lgan. O'z vaqtida o Bosniyada ziyorat qilgan vaqtida şu Serblarning qo'lda azoblangan musulmonlarni ko'rgan shohid bo'lgan va uni to'xtatmasa o'ziga o'zi xiyonat qilgan, o'zim xiyonat qilgan bo'lmam buni sukut qilsam degan ashta bir nihoyat muhim bir gapni New York vaqt kezida e'lon qilgan.
ve Amerika qaytib kelgandan keyin Amerikadagi o'z vaqtidagi ishkindida o'shada qirg'inchilikni oyoq qilgan Tom Lantos efendi bilan birlikda Amerika siyosatchilarini harakatlantirib bu yerdagi Serbiyadagi irqiy qirg'inchilik to'xtatish uchun Amerika davlatini rag'batlantirib bu yerda buni to'xtatgan va bu nihoyatda cho'ng bir insoniyatga qilgan tuhfa bo'lib hisoblanadi. Xitoy hokimiyati Uyg'ur Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni javob qo'shib, balki bu faqat o'zining chegarasidan qolmasdan, o'zining chegarasining sirtidami surgunda yashayotgan Uyg'ur jamoatlariga o'ziningki qirg'inchiliklarni do'q qilmoqda. Jumladan Amerikaning o'zidami Xitoyningki qora qo'lda yetib keldi bu yerda. Amerikaningki qimmatda biz Xitoy hokimiyatiniki bu davlat bu chegara qilgan qirg'inchilik siyosatining ta'siriga hamma Uyg'urlar qimmatda bu yerda Amerikaning 6 shtatida yashagan Uyg'urlar va bularning hammasi Xitoyningki davlat qilgan irqiy qirg'inchiligiga shohid bo'lmoqda. Biz Xitoy hokimiyatiniki bu Xitoy hokimiyatiniki irqiy qirg'inchilikniki faqat o'zini bilan to'xtamayganligini buningki cho'ng bir xalqaro masalaga aylanganligini bilishimiz kerak. Shuning uchun bizning bu yerdagi faoliyatimiz, hamkorlashishimiz nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Keyingi panelga, keyingi suhbatga o'tishdan burun men ko'pchilikka vakolatan bu yerdagi so'zlaguvchilarga rahmat bildiraman. Ben bugungi so'nggi riyosatchilik qilish sharafiga ega bo'lgan tashkilotchilarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Jumladan Elivizil efendimga ko'p Dr. King'ninki muhim bir gapi orqali bu bugungi yig'inning bu qismini tugatishni xohlamoqchi. The Moment magazine, she will lead this panel. Thank you. Sen o adamdan shunday budonliq bir gapi vardı. Sen zulmni ko'rgan vaqtida uning qarab turma, qo'ling bilan harakat qil. Agar uni qilolmasang, ig'izing bilan bo'lsin uningga qarshi harakat qil. Qilki hech bir zaman uning qarab sukut qilgan ishni qilma. Shunda men bu so'zlar orqali keyingi yig'inga, keyingi suhbatga ko'pchiliklarning diqqat berishni talab qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat. Bu qadamlık faaliyetindeki birinci panel başlanmakçı. Bu panelin temisi hem de Uygur irqiy qirg'inchiligi ve Uygur Yahudi qirg'inchiligidan saboq edish. Good morning, everyone. So, there's so much going on in the world today. It's not just the war in Ukraine, which sadly was Dünyada nəhayət köp işlər bulardı. was conceived, but Faqat Ukraynadaki uruş emas, ondan başqa bir müt işlər and others like them have ve başqa bir müt toqunuşlar. the plight of the Uyghur. And Şuna insanlarınki nəzəri Uyğurlarınki bu beşik kilovatqan tragediyadan biraz başqa nöqtələrə bölünüb getdi. confront this terrible crisis. Because as my friend and my mentor, Ali Wiesel, I'm going to paraphrase because I know he's going to be quoted constantly all day and tomorrow. We can't be indifferent and we can't be silent. So this panel, again, the Uyghur genocide and learning from Mine the ustazım Elivizel'ninki dep ötken şu sözünü yani qaytadan ta'kidlab ötümen. Hech qandaq bundaq bir tragediyaga qarshi ko'z yummaslik ve sukut qilmaslik.
Bu panel qatnashganlarni men bir tunishtirib o'tay. They're going to share lessons that have already and can continue to help frame the Uyghur genocide and lead to their survival, both in China and in the diaspora. And I come here because I'm the editor-in-chief of Moment, and Elie Wiesel and Label Fine founded it 50 years ago, and it was a print magazine for the American Jewish community. Now it's a Amerikadagi Yahudi xalqininki hamda bir gazetninki bosh muharrir ekan bu ayol. Bu ayol shu bu panelga riyosatchilik qildi ekan. on this story called An Inconvenient Genocide, and it's available for all of you to read. I'm going to give you a link, and I have one or two copies. Hozir bir Inconvenient Genocide degan bir nimaga hikoyaga bular ishlab o'tdi va u nimadan chiqibdi, nashrdan chiqibdi. Shuni ko'rib baqsam bo'ldi deydi. Failed to stand up to the Nazis then, and he showed how history. Buningki endi And so, ayni we'll vaqtda give uchun you a link. amerikaliklar It's qirg'inchilikni to'xtab qilamagan -inconvenient-genocide-Uyghur, UYGHUR spelling, and it's an important story. And its title is An Inconvenient Genocide, but the subtitle is No One Came to Save the Jews. Is anyone going to help the Uyghurs? And that's what we're here to do today. Bunun ichida bir bosh tema bor ekan. Yahudlarni hech kim qutqizmagan, Uyg'urlarni kim qutqizdi degan bir mavzu bor ekan. Uni taklif etdi. Good morning. I'm Ellen Germain. I'm with the U.S. State Department. I'm the Special Envoy for Holocaust Issues. Mening ismim Ellen Germain dedi. Nimaninki Amerikaniki davlat ishlar, ya'ni State Departmentida ishlayman. Mana shu nimaga mas'ul deydi. Yahudi qirg'inchiligiga bilan aloqador ishlar mas'ul ekan. I know it's such a big question, but what did we learn from that? Okay, yes. Huge question. Very briefly. Biz Yahudi qirg'inchiligidan zot nimalar qanday dars oldik? Moment in the history of the State Department. Albatta bu Yahudi qirg'inchiligi Amerika State Department tarixidagi aytdi nima qarang'u bir tarix hisoblanadi. Breckinridge Long did everything he could to block and obstruct help for Jews trying to flee Europe. He issued instructions to delay in issuing visas. Ayni vaqtda Amerikada Amerika State Department ishlaydigan birisi, ismini taklif etdi hamda shu Yevropadan Amerikaga kelmoqchi bo'lgan Yahudilarniki kelishga to'sqinlik qilish uchun aytchiq qarshi harakat qilib ekan. Jiq nimalarniki qarorlarning ilinishiga to'salg'i bo'lib kechiktirgan. Va nimaninki Amerika hukumatiniki Yevropada Yahudilarning tatayotgan 5 yil kelayotgan ahvollarniki haqiqiy shaklda ega bo'lishiga hamda xabar tepishiga to'salg'i bo'libdi ekan. Huge anti-immigrant feeling, and all of this contributed to the fact that Hamda Amerikada umuman bir nimaga qarshi, ko'chmanlarga qarshi bir kayfiyat bo'lg'ashqa Yahudi qirg'inchiligi ayni vaqtida inkas qaytarolmaslik, unga yordam qilolmaslikqa sabab bo'lib qolgan deydi. It's a really important part of this question. So, what I would say is we are trying. We try to learn from our history, right? We try to look back and say. Bugun aslında davası şu mağan sabahlarning qandaq bir yangi o'xshamaydigan harakat qilyapsan degandan bu ayolda biz nima qilyapmiz? Qo'limizdan kelganini qilyapmiz va ayni vaqtda Yahudilar uchun qilinmagan ishlarni Uyg'urlar uchun qilib berish uchun tirishyapmiz deydi. Ama bundan burun deyilib o'tgandek biz chuqur hammamiz birlikda ovoz chiqarishimiz lozim. Bunga sukut qilmasligimiz lozim. Chunki Xitoy Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik elib beryapti. Hem 2020'de o'tgan bu yangi bir qonun bor, mana Atrocity Prevention Act deb. Bu qonunga binoan hamda Amerika hukumatiniki bundaq irqiy qirg'inchilikqa qarshi tadbir elishni nima qildi? Majburlaydi. Shunga bu qonunga binoan biz bu hukumatniki zodi nima qilayotganligini bu qonunga binoan hamda uniki surishni qilishimiz lozim. Rahmat.
So Feliz, could you introduce yourself really briefly, and then I want to actually ask you. Özünüzü qısqacha tanışıp ötseniz, Feliz dedi. To basically create, develop mechanisms at the UN fighting for the recognition of the Holocaust, and I want to know from you, really how those. Bu ayol Birleşken Milletler Teşkilatı'ndaki maşu Holocaust bilan aqdar bir bölümde işleydigan ayol ekan. Sizlar Uyg'urlar uchun nima qilib qilyapsan deb so'rayotdi. Thank you very much. I'm director of AJC's Jacob Weisswein Institute for the Advancement of Human Rights. and first of all, thank you for inviting us to be here. It's an honor to be here. Teklif qilganligini aytdi. Xursand bo'ldim. Rahmat. Protection and the prevention of individuals from genocide for decades. Bizniki shaxslarni bu nimadan irqiy qirg'inchilik qo'g'dash bilan aloqador xizmat qilib necha 10 yillar bo'ldi deydi. Projects related to the Holocaust, though they may have begun years or decades after the defeat of the Nazis. What we can learn is that perseverance matters. The United Nations is not known for leading on issues related to the treatment of Uyghurs, certainly not known for leading on issues related to human rights in China, for that matter. And what we have learned is that if we look at the way the Holocaust was treated, not unlike what Ambassador Germain was saying, there is a bad history here. The history is... Endi bu hammamiz bilishimiz kerakki, bu yerda yetishlik bir tarix bor endi. Ya'ni nimalarga Yahudlarga shu qirg'inchilik bo'lgan chaqda nima mayli Birleşken Milletler Teşkilatı olsun, mayli Amerika hükümeti olsun, bunun karşı yeterlik hareket kılınmagan aynı vaqtda ve bu nima irqiy qirg'inchilik bo'lib bo'lgan ki ta 1949 yil kelgan chaqda Birleşken Milletler Teşkilatı'da undan keyin irqiy qirg'inchilikqa qarshi bir kelishim ma'qullangan ve Amerika bu ishlar bo'lib bo'lgandan keyin andan keyin bu ishga aralashib undan keyin Nazi Germaniya bilan bo'lgan urushda g'alaba qilgandan keyin Yahudlarni Amerikaga kelib ularga yordam qilib qullangan. Lekin bular o'tgan chaqda mayli Amerika bo'lsin, mayli Birleşken Milletler Teşkilatı olsun, bununla yeterlik bir ahamiyat berib, bunun qarshi bir narsa qilmagan. Enough information that gave them the comfort zone to start to speak about the Holocaust, to demand a special session, to demand a resolution, to actually create a separate program dealing with Holocaust remembrance. Yani Holocaust bo'lgandan keyin Yahudi qirg'inchiligi, undan keyin uning bilan aloqador bir muncha dalillar va uchurlar o'tirg'i chiqqandan keyin bu qolgan hukumatlar bo'lsin, undan keyin Birleşken Milletler Teşkilatı'ni bu Holocaust qarshi ayrim bir program tuzish va uning qarshi ayrim bir xizmat qilish nimaga kun tartibga kelib, u to'g'risida bir harakat qilishga imkoniyati bo'lgan. Our organization has been outspoken in denouncing the Uyghur genocide. Endi bu yerda men shuni ta'kidlamoqchiki, bizniki tashkilot, ya'ni Birleşken Milletler Teşkilatı'daki mana shu kishilik huquq tashkiloti hamdi. Biz Uyg'urlarniki masalasini o'tirg'a chiqish va uni talaffuz qilishda hali undan aktiv niqotimiz demoqchi hamdi. Yani sizningcha sizning hozirgacha qilganlaringlar yoki shu tashkilotga shu mexanizmlar Uyg'urlarniki tatbiqotlarga bir foydasi bo'ldimi? Bu ayaldaydı elbette faydası oldu. Çünkü biz o Uyg'urlarning beşiga kelgan shu ahvollarni o'tirg'a anglatish va uni haqninki haqqilariga yetkazish jihatda ularga nima hozirlab berdik? Munbar. Undan keyin shaxslarniki beşiga kelgan shu tragediyalarni so'zlashga biz maydon hozirlab berdik. Elbette bizning qilgan xizmatimiz buning foydasi bo'ldi deb qarayman deydi. Race Discrimination Committee did this first, and they said there were almost 1 million. They were the first to give voice to that. That brought all of the world's attention to the situation in a way that didn't happen ever before. The High Commissioner visited. She didn't do a very good job, but her report
does document what happened, and that too brought. Hem de bizniki High Commissioner Michelle Bachelet degan ayolni deydi. O Uyg'urlar rayoniga bordi, berib tekshirib, gerçi hem de bek yaxshi bir ziyorat bo'lmagan bo'lsa-mu, shuningdek bir rapor nim qildi, e'lon qilindi. Uyg'urlarning ahvolini, Uyg'urlarning tatbiqotgan bütün ahvollari bor. Nimanikicha raporning ichida yoziqlar, dokladning ichida Uyg'urlarning bolalarini arib etganlikdan tortib, boshqa har qanday tatbiqotgan zulmlar. Hem de bizninki hozir birleşken davlat tashkilotida bizninki qabul qilgan bir nimamiz, bularning hech qaysini qabul qilolmaydi va hukumatda chuqur bunga qarshi harakat qilish lozim deb qaraymiz deydi. Bu Yahudi qirg'inchiligini xotirlash muzeysiniki shu muzeyda ishlaydigan odamki Sanılca qandaq bir siyasi vasıtlar var bu Uyg'urlarniki beşik qilayotgan bu tragediyani yeniklitish yoki yani nim qilish uchun, oldin olish uchun. Sure, thank you so much. First of all, I'd just like to thank the organizers for the invitation. It's such a privilege for me to be here. I'm Danica Dempo. I'm at the Simon Scott Center for the Prevention of Genocide. We have worked on this issue for some time, and it's truly a privilege to be a part of this. We're very fortunate to be based at the Holocaust Museum. The lessons from the history of the Holocaust have been instrumental in informing the study of atrocity prevention, and that includes being able to recognize early warnings and atrocity risk, as well as to be able to develop tools. Bu muzeyniki qo'limizda uchurlar binoan hamda bu qanday qilib bir erkak qilinish bo'lishining oldini olish to'g'riliq bir mexanizm, bir uning oldini olish, uningki oldingi nimalar hamda deymiz. Bir erkak qilinish bo'lishdan burun ko'rilgan ahvollarni tespit qilish yerda bizniki nimalarimiz bor, tadqiqotlarimiz bor. Nurture that and bring that forward, and we've tried to take that ethos forward in the center in supporting the Uyghur diaspora community and survivor community, and making sure that their voices are at the center of policy discussions, and that they're. Biz ham shu qo'limizga narsaga asosan Uyg'urlarniki diasporadagi Uyg'urlar va Uyg'urlarning ichidagi mana shu kampdan chiqqanlarniki ovoziniki ham sirtdagi bu dunyoda boshqalar tomonidan anglanishga bir kuch chiqaryapmiz deydi. Hamda biz ularni qo'llaymiz va ularniki bashni kechirganlarni boshqalarning hammasini bilish uchun kuch chiqaramiz. If that's their first exposure to genocide, can sometimes make the mistake of thinking that all mass atrocities are going to look like that all mass atrocities are going to follow the same formula of mass extermination. Yani erkek qirg'inchilik degan chog'da jiq insonlar o'ylaydiki, butun erkak qirg'inchilik cho'qim bir shaklda, o'xshash shaklda bo'lishi mumkin. Ya'ni bir muncha odam o'lishi mumkin, u deb ishtaq o'ylash mumkin, ammo Uyg'urlarga bo'lgan Xitoylarniki bu nimasi, bu erkak qirg'inchiligi, bu biz bilgan tipik erkak qirg'inchilik faqat o'xshamaydi. We need to acknowledge the seriousness of these crimes and the multifaceted manner in which the Chinese government. Bular o'ziniki qilayotgan nimasini ham jinoyatni yushishga nihoyatda ustuvor qilishga, bu ko'rinishga qo'limizdagi nimaga asosan hamda bir nimadek ko'rinmayotgan bilan amaliyot uningki salmoqi, bu Uyg'urlar qilayotgan jinoyatning salmoqi nihoyat og'ir. Shunaqakin hukumatlarni biz bu to'g'riliq nihoyat yaxshi bilgilantirishimizga, ya'ni ularga xabar berishimizga to'g'ri keldi. To China, but as a singular moral imperative and national security imperative that Uyghurs deserve protection because they are important and not because China is important to the United States. And to pay attention, as I'm sure we'll hear from colleagues, to the importance of sanctions on private industry, tackling the forced labor aspect of this, and making sure that those sanctions are recalibrated so that they have the higher impact. We've been doing sanctions for a while. Let's make sure that they're actually delivering, protecting the Uyghur population outside of China. Endi Uyg'urlarning beshiga kelgan bu qirg'inchilikningki faqatlankin Uyg'urlar bo'lgan bir xatar emas bu. Boshqa davlatlarningki davlat bexatarligimi aloqasi bor. Shuna bo'lgankin ham bu nimaninki ko'p yuzlamalik bir erkak qirg'inchiligi, buningki masalanga qo'l emgak, qo'l ishchi taraflari bor. Masalanga buning hammasini nihoyat yaxshi nim qilish to'g'ri keldi, analiz qilish to'g'ri keldi.
So I appreciate the question. Hem de the chance to be here nimedeki and Amerika Kongresi'ndeki especially ma'qullangan bu policy Uyg'ur actions, mecbur emgak despite the qonunini fact that we are dealing with, mu an incredibly haqiqiy powerful amalashtirishga state government, biz in China. undakchilik qilish to'g'ri keldi. Thank you. Thank you very much. Ko'p rahmat. So now I'm going to go to Nuri, and I'm going to Nuri ask you to introduce yourself Tutkalga too. navbat keldi. But you are actually we are here on the stage, a Uyghur refugee, and you're deeply involved in not just drawing attention to the genocide there, but also invested in the survival of the diaspora here. So I'm wondering, what does it mean for the Uyghur diaspora to be secondary survivors of an ongoing genocide? What are the traumatic and intergenerational? Siz o'zingiz Uyg'ur bo'lishingizda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligingmi nimasi ziyonkashlikka uchrash hisoblanasiz? O'zingizningki Or died in custody. And that's a big question, so if you can answer it briefly, I know, again, I apologize. O'zingizningki bu vaqtdagi nimalaringizni bizlar o'rtoqlashsangiz. Bu fəaliyyət qatnaşqanim üçün söz qılğım üçün nəhayət xoşalman. Specifically being at the exhibition last night, yesterday. I hope some exhibition can be displayed at the Holocaust Museum. I wanted to Tünəkeş ko'rgazmaga hammamiz qatnashdik va bu ko'rgazmadagi Holocaust muzeumda bo'lishini umid qilaman. who's been going through, as you mentioned, as a Uyghur activist, and now serving in the U.S. government in a capacity. Bir Uyg'ur aktivist bo'lish va hozir Amerika hukumatida xizmat qilayotgan birisi bo'lish sifatim bilan men Elivizel fondiga nəhayət təşəkkür aytaman. I remember 3 years ago, Josh Rogan, who was in the audience, introduced us to Alicia. I could say that meeting paved the way for today's conference. Təxi 3 yil burun bizni mana shu Elivizel Foundation'a tunishtirilgan edi qamdi. Hozir bo'lsa Uyg'urlarning nimiz uchun shu xizmatlarni qilib turibdik. Elisha 2022-yilda biz Amerika hukumatini mana shu Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishga chaqirgan chog'da nəhayət muhim bir xizmat qilgan. Advertisement in New York Times twice. O New York Times ikki qatim nəhayət uzun bir e'lon qilib Uyg'urlarningki shu beshiq kelayotgan mush ahvollarni New York Times'da anglatgan. I brought this up because this kind of effort means a lot to the Uyghur community. Yani men buni deyishga sabab ham mush turdagi tirishchiliklar Uyg'urlar uchun nəhayət cho'ng, nəhayət muhim. I've been living and breathing with fellow Uyghurs here in the United States and around the world. During the process of writing my book, No Escape, I spent countless hours with the camp survivors sitting in the audience. Men o'zimningki shu No Escape degan kitobni yozayotgan chog'da nəhayət jiq kamp shoidlari va boshqa Uyg'urlar bilan nəhayət jiq suhbatlarni o'tkazgan. Va Amerikadagi mana shu siyosatchilar bilan nəhayət jiq suhbatlarni o'tkazgan. Well, let me just stop in 1 second because I'm going to ask you about some of these questions. So let me stick to the question we have, and I'm going to actually just could you very briefly tell us what you think Uyghurs can learn now from all the projects that have remembrance projects, justice projects that have been related to the Holocaust? Men sualimni bir qatim ta'kidlab o'tsam, endi Uyg'urlar o'sha Holocaustdan ya'ni biz qilib o'tgan shu proyektlardan Uyg'urlar qanday dars ola oladi sizningcha? The ability to maintain culture and language, and we know that the Uyghur language o'ziningki madaniyatni saqlab qolish iqtidori. Chunki Uyg'urlarningki bu Uyg'urlarning Uyg'urxon barliq elementlar Xitoyningki nishoni bo'lmoqda. UHRP released a report on the same topic, likening what the Uyghur people are going through to Kristallnacht. He said in China every day is Kristallnacht for the Uyghur people.
So with that, you know, UHRP'mi Uyg'ur bu to'g'riliq hamda raporlar e'lon qilgan. crimes committed against the ethno-religious group, and the Uyghurs have a lot to learn from the Jewish community, preserving the culture, preserving. Yani Uyg'urlar sirtki mush Yahudilarningki o'zininki shunaq tez kunlarda o'zininki kimligini va kulturini saqlab qolishyaptiki, bu iqtidorini bu tirishchiliklardan o'rnak olishida dars etish lozim. How are you? And I can't answer that question because I'm not well. This is Daim Uyg'ur yoki Uyg'ur bo'lmagan boshqa do'stlar meni yaxshi tutingizmi deb so'ragan chog'da men hargiz yaxshi tuting deyolmayman, chunki men haqiqatan yaxshi tutmadim. O'zim yaxshi tutmay turib bu savol qanday bo'lib men yaxshi deb javob bera olmayman. And also the Jewish people's ability to rally support is something that Va bu Yahudi xalqininki o'zini qo'llashga boshqalarni safarbar qilish, chaqiriq qilishyaptiki, bu iqtidordan Uyg'urlar dars olish lozim, dedi. I want you to introduce yourself as well, but maybe this will end up introducing you. You're obviously on New York City Council, and I know you're deeply involved in Holocaust issues and in the city's public schools. And New York is a city of immigrants. New York'ninki mashu shahar boshqaruvchi ishlayotgan bu odam. From Nazi Germany and from all over the world. And I'm wondering what role cities such as New York and public schools can play in helping diaspora communities. Yani New York'taki bir şehir yani şehir boshqaruvchilar yoki maktablar bu irqiy qirg'inchilikniki oldini olishda yoki uningga qarshi harakat qilishda qanday rollarni o'ylaydi deb so'radi. So it really is special for me to be up here, and so I'm Eric Dinowitz. I'm a New York City councilman, as was mentioned. I chair the Jewish Caucus. I chair the New York City Council's new task force to combat hate, and I chair the Higher Education Committee. And just by is anyone here on New York City public schools? Yani bir necha komisyonninki nimasi ekan, reis ekan bu odam. Mana shu nim bilan aloqador Yahudi qirg'inchilikga aloqador, undan burun ma'lum ekan bir maktabda. We have, I would say, a very serious structural problem in our education system. And I think everyone here knows that when you teach our bizniki ma'rif sistemimizga nayt cho'ng bir nimani, masalani deb o'tmoqchiman bu yerda. Children, that it is okay at the base level to discriminate, and that as it gets up to commit genocide, as we see still going on. Yani ayni vaqtda Nazi Germaniyada hamda bolalarni shunday tarbiyalaganki, Yahudilarni qirg'in qilishni hammalar mashhur ko'rgan vaqtda. Chemistry and trigonometry, because we want to send a man to the moon, we do it. But right now, our schools in New York are still teaching the 1950s curriculum, as if our world is still the same, as if our understanding not just of science and math is the same, but our understanding of what's going on around us. Albatta bizning maktablarimiz hozir bolalarga 1950-yilgi darsni o'qish o'timiz, chunki biz ularni injener uni qilmoqchi yoki oyga chiqarmoqchi, u jihatda shataq yo'q. Ammo there's a fundamental question we have to ask when we're dealing with education policy is, what do we want our students to do, and how are we measuring it? Measuring it doesn't just have to be Amma dunyoda bo'layotgan ishlar 1950-yil bo'layotgan ishlardan farqli. Shuna bo'lganki biz cho'qim bolalarga bu ma'rifni uyg'ongan chog'da bir narsa so'rash lozim. Biz bolalarniki maktab bitirgandan keyin nima qilishni xohlaymiz? Ham biz hozir ular berayotgan bu ma'rif ularniki biz kelajakda shularni qilishni xohlaydigan shu ishlarni qilishga sababchi bo'la olamizmi? Ve biz bularni ölçelaymiz bu ma'rifning natijasi qanday bo'layotganini biz o'lchash, uningki natijasini bir ko'zdan kechirish mexanizmimiz bormi yo'qmi? As co-chair of the task force on hate crimes, we held our first roundtable yesterday. And it was students, and what they told us two very maktab o'quvchilari bilan birlikda. One was that I asked them to do the hand raise just like I asked you. I said, how many of you read the newspaper at least once a week? Just an article. Like a handful of them. Ben balalardan sordum, biz sizlar haftada bir qatim gazet o'qamsizlar deb sordum. I'm telling you what I asked the students. I would hope all of you raise your hand. And then I asked, oh, how many of you watch the news, like on TV? And then a few more raised their hand. And then I asked, how many of you are on social media, on TikTok, for example? And they all raised their hand. And all of them.
Ve bulardan televizyondan karşılık haber görüşlen, gez okursan diyen çağda aslında kol güdüğü adam bulmadı. Ama bizler TikTok'a, onun için başka sosyal medya süpürlerine çıkamızlar bu diyen çağda aslında hemisi kol güder değil. But what was interesting to me was the students said they want to be able to learn about media. They want to be able to have conversations about what's going on in the world, and they are not being taught how to do that. And so, from a local perspective, I think Mina ısqının balla dünyada bularga işlerini biz bilishni xohlaymiz. assessing our students and how we are assessing our schools. Ama bu sosyal medya ularga berayotgan uchur, yani dünyada bulayotgan ishlarda nayt farqli bir nim bo'lib hamda ular o'zininki uchur ko'pigining ichida yashashga davom qilyapti. Va bizningki bu ma'rif sistemasi bu ahvolni cho'qim o'zgartirish lozim. Switch over back to Nuri and talk to you. I know you're an expert on corporations, and I'm wondering, like, you know, I know in the 1930s, one of the big obstacles were American corporations who were in bed with the Nazis, and today I understand that American corporations are complicit. I'm wondering what that means, and if you can tell us a little bit more about some of these companies. 1930 yıldımı bu Yahudi qirg'inchiligiga bu Amerikadagi shirkatlarni uning qarshi harakat qilishga chaqirishda nayt cho'ng to'salg'ular bo'lgan. Hozir bizning bilishimizcha Amerikadagi shirkatlar bu Uyg'ur qirg'inchiligiga his qo'shib hamdamni bo'layotdi. Buning siz qanday qaraysiz deydi? Through my work, something that I realize is that the government is not going to be able to solve this problem. The businesses must take an action. I make a living being a compliance lawyer. I write policies for the... Mening qarshimda bu qirg'inchilik masalasida Amerika hukumati o'zi yolg'iz buni hal qilolmaydi. Cho'qim buning qarshi Amerikadagi shirkatlarmi birlikda harakat qilmasa bu ishning oldini olish nayt tas bo'ldi. The companies to eradicate or come clean with their exports to the United States, but there are certain loopholes have not been closed yet. Europe, for example, becoming a dumping ground. I love the posters yesterday calling Italy out for continuing to import tomatoes made with Uyghur slave labor. Yani ben tünögün kögen xabarındımı Amerika olsun, mayli Avrupa olsun, bu Xitoydagi qo'l emgikiniki mahsulotlarniki to'yma qilib satish yerlariga aylanyapti. Bu savdo ko'lami bag'ansida cho'ngayapti va o qo'l emgiki natijasida ishlanayotgan shu masalanga pomidor qiyami hammaga sotilyapti. Uyghur Forced Labor Prevention Act. Thank you. And then using the Foreign Corrupt Practices Act as a model to add criminal consequences to either existing law or make a new law. Yani yalnız ötken bu Uyghur mecbur emgekni aldın olish qonunida bu qonun bo'yicha hamda shirkatlarni jinoiy javobgarlik tortish nimasiga funksiyasiga ega. Adding legal criminal consequences to the administrative consequences, it will be very difficult. Ve memuri bir nimaga javobgarlik tortish nimasiga ega. US-China relations, the corporate leaders have a better reception in Beijing than our top diplomats. That is very telling. Ama hozir biz ko'rayotgan ahvolda endi bu nimaninki Xitoyga qilingan ziyoratda Amerikadagi bu siyosiyonlardan texmijiq Amerikadagi bu tijoratchilar texmi yaxshi kutilib u yerga olgancha qarshilanib qilyapti. Chunki bu ish bilan bu ish nuqul shu siyosatchilarning qarshi chiqish bilan hal bo'lgan bir masala emas. One next step that you think that the government could take? Yani Amerika hükümeti yana bir qadamda, yani bundan keyin bir qadamda nima ish qila olishi mumkin? Albatta, menimcha hozirgi qilingan hargiz yetarlik emas. More strictly and more things like the Forced Labor Prevention Act. DHS has already denied hundreds of shipments, is holding thousands more. Biz chuqum taxmi qattiq qo'l taxmi taxmijiq tadbirkorimiz qo'llanishi lozim.
gerçi hazırgacha hamda jiq Xitoydan keladigan mallar to'sib qilingan bo'lsa-mu, bu yetarli emas. And the more we can do that, the better it is. State Department also Shunga o'xshash is training harakatlarni diplomats taxmiga to qila olsak, try buniki to natijasi identify, shuncha yaxshi bo'ldi. Ammo hozirgi qilingan hargiz yetarli emas. atrocity prevention, identify things like that can lead to crimes against humanity and mass atrocities. Because one of the things I think we learned from studying the Holocaust is that genocide is a process. It's not inevitable. It goes, bit by bit by bit. And Chunki Atrocity Prevention Act degan bu qonun ma'qullandi. Chunki biz Yahudi qirg'inchiligini o'rganganimiz hamda bu qirg'inchilikning o'zi nihoyat uzun bir jarayon. Bu nihoyat ishlik bo'lmaydi. Buningki oldingi nihoyat jiq alomatlari bo'ldi va bo'layotgan chog'da bu jiq buningki alomatlari bo'ldi. Shular bo'layotgan chog'da biz buni bilalaymiz va buning qarshi harakat qila olishimiz lozim va buning qarshi harakat qiladigan bizning qo'limizda qonuniy asosmi bor hozir. Identify and at least report back on this so that then policymakers and others, civil society, all of us, can then try and take some action. Thank you. Thank you. Shunga bu qonunga binoan dalillarni to'plab siyosatchilarni bundan xabardor qildirib va ularni harakat qilishga biz harakat qilmasak bo'lmaydi. Thank you. The museum Ko'p rahmat. in particular recently held an event and are supporting potentially doing additional events around a video. We brought speakers. We've testified to Congress in the past. I think for us, it's a Bizning muzeymi bir qator faoliyatlarni qildi. Masalan, kongressda masalan nim qilish, isbot anglashig'ini o'tkazish, undan keyin muzeyning ichida har xil videolar yoki har xil mana shu insonlarni xabardor qilish turidan faoliyatlarni o'rlashtirish qatorliq. But to bring back to the point about private industry and next steps, I do think there is, and one of the huge values of this conference is to evaluate how do we change what's not working and making sure that the priority from the policy side is actually changing this, making sure that what's being done and the steps that are being taken are not just to make sure that the U.S. is clear in some way, but are actually going to have an impact and are going to be a deterrent for perpetrators. So from our perspective, it's about assisting the diaspora community, survivor communities in their memorialization and their advocacy efforts. Yani biz hozirgi qilgan xizmatning ichidagi unumli bo'lgan xizmatlarni tanlab chiqib, uni texmo keng ko'lamda, texmo jiq shirkatlar, texmo jiq organlarniki ta'minlashtirish va uyg'ulishiga sunish va unga yordam qilish harakat qilishimiz lozim va chet el diaspora yashayotgan Uyg'urlarniki bu beshiga kelganda taxmijiq odamga anglatish, taxmijiq xizmat qilishimiz lozim. Many, but I just want to share. I remember Omer when he was just speaking about it was just a happy Passover, and mentioned it's a story of redemption, and that's true. But I'm also guided by the value that's taught during Passover. It isn't just a story of redemption, it is a story of empathy. Because what we say on Passover is, this is what God... Bu Yahudilarniki Passover degan bu bayraminingki bu qimmat qarashlari ma'noni aychiq ta'sir qilgan. Chunki buning ichida afu qilishni taxmijiq empathy, ya'ni boshqalarni o'zini boshqalarning o'rniga qo'yib, boshqalarni o'zining o'rniga qo'yib o'ylash. To my colleagues as chair of the Jewish caucus, and just this week we had the first ever city council model Seder where we had Holocaust survivors. And to have Jewish and non-Jewish council members in the same room with 70 Holocaust survivors, with them sharing stories and sharing the values, it's not just... Biz shahar boshqaruvidagi yig'indami 70 dan ortiq mashhur Holocaustda aman qolgan Yahudilarni chaqirib ularniki nimasini angladik, hikoyalarini. And asking again, if it's the schools, asking our children to do the same, asking our school system to value and to provide credit and whatever. Hem biz ularniki hikoyasiga binoan bizniki hozirgi mana shu eğitim ma'rifat sistemi seçgan bolaga bu qimmat qarashlarga ega yoki ega emasligini bağlab chiqishga ehtiyojimiz borligini his qildim. So true, thank you. Felice, what do you think is the next step for,
keyingi bir qadam nima bo'lishi kerak? Well, as Eric and others have said, the key understanding we have from the Holocaust and the experience with advocacy on this issue is that it was not Jews alone who brought about this attention. That Jews built coalitions, that Jews found advocates, found colleagues and others. Yani biz bu Yahudi qirg'inchiligidan ko'rganimiz shuki, hargiz Yahudilarniki o'zining harakatlangan bu Yahudi qirg'inchiligi bo'lgan bir diqqat nazarlar barliq kelmagan. Bu Yahudilar boshqalar bilan boshqalardan yordam so'rab, birlikda o'ziniki beshiga kelgan bu ega birlikda harakat qilishga boshlangan chaqirgan safarbar qilgan va buningga muvaffaq bo'lgan. Awareness, change, and a different future. We want to. Şunu biz bu harakat qilishda boshqa guruhlarni, boshqa millatlarni, boshqa diniy guruhlarning hammasini o'zimizningki harakatiga daxil qilib, ularga ahvoldan xabardor qilib va ularni bir o'zgarish yasashga chaqir qilib, birlikda harakat qilib, bu dunyodagi bo'layotgan ishlarning oldini olish va buni aniqlashga harakat qilishimiz lozim. There's so many next steps, but is there one in particular that strikes you as worth mentioning and discussing today? Thank you very much. I will say that the Uyghur organizations, specifically the two co-host organizations. Yani keyingi bir qadam nim bo'lish kerak sizga, sizning nazaringizda degan savol hamda. So that they can carry on the important work using a street language they've been drinking from the fire hose. So much work to do with very limited resources. And I ask you to go. Mening ko'nglim masalan mana shu faoliyatni organizatsiya qilgan ikki Uyg'ur tashkilotimi, ularniki moddiy jihatdagi imkonlari naytibak oz hamda. Ve şu nayt az bo'lgan imkonlar bilan hamda ular naytchi xizmatlarni qilish lozim va qilgan xizmatlar nayt jiq. Shuna bo'lgandan keyin bular bo'lgan bizniki ya'ni moddiy jihatdagi qo'llashimiz yetarli emas. Hamda bu bo'layotgan bu erkak qirg'inchilikningki moddiy paketlarini to'plash va uni dokumentlashtirish bu nayt muhim bir narsa va buni nayt jiq vaqt, adam va maliya ketadi. So in order to take it to the next level, we need to start documenting. And UHRP in the World Uyghur Congress. Shunaqanki bu Xitoyni oldimizda jinoiy javobgarlik tortish uchun chuqur bu paketlarniki ularning oldiga qo'yilish lozim. Mana sen ma'ni qilding u deb. Lekin bu ishlarning xizmatlarning hammasini talab qilgan bu moddiy jihatdagi imkonlar yetarli emas. So let's give them all some applause. Thank you. I just wanted to add one thing, that I do think that as Passover is coming up this year for Jews, that it'd be wonderful if all of us who are having seders could invite Uyghurs to come to be part of it, or certainly talk about the Uyghur genocide. Benim göz karışım bu Yahudilarniki bu Passover bayramı kelayotgan yaqinlashgan paytda men bu yerki bizning bayramimizga ham bu Uyg'urlarni taklif qilishni Uyg'urlarni taklif qilishni uyg'un ko'raman. I don't know if are we allowed to have questions, or I don't remember. Are we doing questions at all from the audience or not? Oh, is there anyone? Yazılı qarqandaqsa yazılgan biz so'rovlarga javob berish nim qilsak bo'ldi. Maybe not as much of a comment would be lovely. Okay, please call on him. Does he have? Why don't you come on up? We'll give you a mic. Thank you. Number 8 is on. Thank you. That was a really insightful panel. I have 3 small questions. Wait, how many? Benim 3 tal küçük sorularım vardı. I really appreciated how you handled the State Department, the smooth and green culture. Is the State Department currently doing enough to process Uyghur
visas, especially for asylum seekers. Sizningcha Amerikaning Davlat ishlar ministerligi hozirgacha Uyg'urlar to'g'riliq qilayotgan harakati yetarlikmi? Is the U.S. State Department doing enough? I know that's somewhat outside of your normal responsibility. Ms. Templo, thank you for what you said about what the U.S. government can do. Can the Holocaust Museum have a Uyghur exhibit? I know that there is a space that has been Yani biz used Holocaust Museum'ninki mana shu Uyg'urlar to'g'riliq bir ko'rgazma qilish imkoniyati bormi? And then finally, Felice, it's great to see you. 2 years ago, there was a resolution in the UN that failed by 2 votes. The U.S. and the other sponsors seem to be half-hearted in pushing. 2 yil burun Uyg'urlar to'g'riliq bir Birleşken Devletler bilet tashlash olgan chaqda 2 bilet farqi bilan bu o'tmagan. I guess just start. Okay, I would. Thank you 3 very tal savol bor much. ekan, 3 tal ayrim adamga. I think the short answer is we are probably never doing enough. Bu savolninki qisqa javobi ham biz haqiqatan yetarlik xizmat qilolmadik. Obviously, the situation of the Uyghurs in Xinjiang and elsewhere. Gerçi biz Uyg'urlarninki ashada tatbiqotlarini bilgan bo'lsak-mu, ammo bunga qarshi biz yetarlik harakat qilamiz. Request applications as quickly and as efficiently as possible. That I acknowledge that it's not. Hattoki Uyg'urlarga ishtiroq bir viza berish ishnimi endi qilyapmiz. Bu to'g'riliq menmo hukumatga ma'lumot bergan. An exhibition that is currently called Burma's Path to Genocide, which is highlighting the genocide of the Rohingya people. That exhibition was several years in the making, and is the decision to change out that space is a longer process. There is no indication that that would change at the moment. So I think for our part, because the spaces they don't change very often, and the reason we think that exhibition is as powerful as it is because we did take a long time to make sure, working with Rohingya, working with other communities, to make sure it is exactly what. Nazı Holocaust muzeyida azmash Rohingyalar to'g'riliq bir nim bo'ladi ko'rgazma va bu ko'rgazma haqiqatan nayti jiq tayyorlik qilib qilingan bir ko'rgazma. Uni qisqa vaqtning ichida o'zgartirmaymiz, ammo which is why we tend to hold events at the Holocaust Museum that highlight these issues. Our recent event on the Uyghurs and bringing Uyghur speakers and Holocaust survivors into the same space, as mentioned, is a powerful opportunity to highlight shared experiences and. Shu bir muzeyning o'zida biz Uyg'ur ko'rgazmasi qilinmagani bilan boshqa faoliyatlarga doim Uyg'urlarni taklif qilib birlikda qilyapmiz. Hozircha ham biz Uyg'urlarga ayrim bir muzey yeri ayirib hamda bunday bir ko'rgazma qilishni qilamadik. And I will say, when we do bring people through Burma's Path to Genocide, we do use it as an opportunity to point out that there are a lot of countries that are where there are mass atrocities that are happening, where there are genocides that are happening that people may not be well aware of. It is a way to introduce people to contemporary genocides. So our plan is more to use other spaces that are more readily available. And also to do events on the hill and other. Şu biz Uyg'urlar uchun ham hozir bu Holocaust muzeyining sirtidagi boshqa minbarlarni, boshqa yerlarni, boshqa faoliyatlarni dan foydalanib hamda Uyg'urlarniki bu beshik qilayotgan bu tragediyani anglatish uchun ularni qo'llanmoqchi deyalayman dedi. But I do appreciate the question, and we will continue to take note when we do get that request. Amma sizning savolingiz haqiqatan yaxshi bir savol. If there's one Sualınız için message rahmet. I hope I've conveyed today, it's that it's never too late to bring these issues forward, to demand attention to them, remembrance and action. What does it take? It doesn't happen by itself. People aren't going to suddenly show up in the middle any more than they would show up in the middle of a meeting of Congress and say. Yani mening bu yerda ta'kidlamoqchi bo'lganimda bu ishlarni bu qayta o'tirib qo'yishniki nima çok ahamiyati va hargiz bu ish mas'ul bo'lgan yoki bir
o'zgarishga sababchi insonlar bir kun turiblarki o'tirg'i chiqiblarki mana bunday qilaylik demaydi. Shunda qayta o'tirib qo'yish, qayta taraf qilish, qayta ularning og'ziga kirib bu ishlarningki peshini qo'yatmaslik natijasida bir o'zgarish yasag'ili bo'ldi. Shunda bo'lganki boshqalar bilan birlik tadqiqot qilish, boshqalarni qoyil qilish, boshqalar bilan birlikda besim qilish orqali keladigan natijalar cho'qim bu jarayonlarni boshdan kechirish lozim. Love to hear more from you. Each one of you had so much to say. And I want So'zlagan hammalarga nihoyat ko'p rahmat. I want to thank Alicia, and I want to thank the World Uyghur Congress and the Uyghur Human Rights Council for bringing us all together today. For Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur UHRP'ga nihoyat rahmat deyman. Shu munbarda hammamizni birlikda jam qilganligi uchun. Thank you very much, Nadine. Thank you to the panelists. I'm giving people two choices now in our schedule. You can take a stretch break right where you are, chat here, and if you must, we will have coffee available, but you can't bring your coffee back in, so it's not another full meal. We won't have time. We hope to see everyone back here promptly at 10:40.